Mashinamizning aybi chiqdi, mana ko'ryapsizlar. Bu trekkerda yana xuddi shunaqa muammo, qanaqa muammo deysizmi? Videoga like bosib, oxirigacha ko'rib turing, men sizga ko'rsatib o'taman. Salonga kiramiz. Bu mashinamizda yana xuddi shunaqa rolli ovoz chiqib qolgan, ya'ni tirqlash ovoz chiqib qolgan. Telefonda qanchalik ishlatiladi bilmadim. Gaz bosasiz, tormoz bosasiz tirqiladi, yursangiz tirqiladi. Yaqinda torpedalarni ichib video qiluvdik, mana nalijada ko'rsatib beraman. Xuddi shunaqa muammo bilan kasallanib qolgan. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rib turing, masalasini yechim qilib beraman. Mashinamizning aybi chiqdi, mana ko'ryapsizlar. Shu joy bo'shab ketadi mana. Shu bo'lib bo'shab ketadi mana. Ko'rdingiz, shu joy bo'shab ketgan hisobiga xuddi roldan chiqayotgandan ovoz beradi. Shuni bitta qo'tirib beramiz, xudo xolasa okamizning ishlari hal bo'ladi. Biz bu aybini topish uchun juda ham ko'p mehnat qildik. Ya'ni torpedalagacha, rollagacha maydalab, ancha mehnat orqasidan bu narsani topdik. Albatta, muammo yechiladigan masala, lekin bu ma'lumotni hali internetda deyarli hech kimda ko'rmagansiz. Men bu bilganimni sizlar bilan ulashdim. Bu videoni trekker minadigan va usta tanishlarni barchasiga yuborib qo'yasizlar. Albatta, manfaatli bo'lganimizda xursandmiz. Bizni kanalga kuzatib, like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Yaxshi ma'lumotlar hali oldinda duolada bitta eslab qo'yasiz.